Tartish kuchini to'sadigan gaz. Qarag'anda uningdan chatoq chiqqandek qiladi. Toshong, xatarlik! Toshong! Chatoq bo'ldi. Uning nereden chatoq chiqqandi? Qarg'in abishimga ishib qoldi. Men sana demedim. Bilemsen Daşon. Bu tikuchar baqilma. Agar xatarlik bir yerimga tekkan bo'lsa, men o'lib qolatdim. Tezdan mendan kechirim so'ra. Boya sana xatarlik dedim-ku. O'zing olmayapman, diqqat qilmading. Buni nemishqa mendan ko'rsan, ha? Olmam qani. Ha? Arandiqi bir tishlanishligandim. Hamman qilgansan. Olma uyaga tushib ketibdi. Olma albatta tushib ketadi. O degan tatish kuchining ta'siri. Buni Newton degan. Tikuchar aeroplandan chatoq chiqib yerga tushib ketishimi? Tatish kuchining ta'siri. Og'rinsan tatish kuchidan og'rig'in. Xo'sh, Shofu degan kallam shunday yolg'on gaplarni qilishni beradi. Yani üsüp bishingni eshitib ketsan, ha? Beshimga tikuchar suvatdi. Nima? Nima tikucharkan u? O'yinchiq tikucharni deyman. U bek og'rib ketdi. Shofu rostili shundoq deydimi? U nimandaq aski? Meni nasbosdi. Tikucharga usib oldim. Yana tezda Shofu meni ko'zga ilmadi. Mening tortish kuchi yo'q, dunyoga ketgim kelyapti. Yana boshladi. Bo'ladi. Buni sana beray. Tortish kuchini to'sadigan gaz. Bu gazning chasi qandoq bo'ladi? Nemish bo'ldi? Oy, bu gaz tartish kuchini to'siydi. Hozir hamma narsa ig'irlik kuchi yo'q holatga keldi. Shunga ehtiyot bilan harakat qil. Men buni televizordan ko'rgan. Olam kemisidagi olam ushqushlarmi shundoq yuriydi. Shundoq, xuddi so'zlatgandek bo'ladi. Oy, sirtqa chiqib ketdim-ku. Ha? Qo'rqma. Hay, biz bulutning ustiga chiqib o'ynaylik. Tortish kuchi bo'lmasa bek yaxshi bo'lar ekan. Agar bulutning ustiga o'ysilib mush yerda tursak, texmi ko'ngillik bo'g'idak. Hay, shodindan, agar mush narsa bo'lsa, cho'qim qig'ilib bo'ladi. Shundoqmi? Avval yaxshiroq plan tuzib ol. Men bu iskilotni bizning uyimiz qilaman. Buni ola. Buni bu yerga qo'yib qo'yay. Oxir yo'tkab bo'ldik. Bu gazni endi bu uyga chachay. Tortish kuchi bo'lmasa har qanday ig'ir narsam havoda laylaydi. Shodindan, biz uni bulutning ustiga ib chiqaylik. Agar ig'irlik kuchi bo'lmasa, uningga tegib qo'ysak, u o'zliksiz osmonga qarab laylaydi. Mush yerda to'xtaylik, uni besib muqimlashtiraylik. Nima degan kangri, nima degan rohat. Bu yebek jimjitgan. Xuddi tog'orsiq kirib qolgandek turdik-ya, ha? Biz mushaga ko'chib kelaylik. Sen mushayni qarab tur, ha? Yiroq ketma. Men nima narsani yo'tkab chiqsam bo'la. Bu narsalarni akitay. Yaxshi bo'ldi. Endi buningga gazni chachay. Bu choqpiliga cho'gilmayotdi-ku. So'qilgan yerdan chatoq chiqqan o'xshamamdi. Sen yasashni bilmaydi ekansan, akilaman qarab boqay. Hojat yo'q. Seningdek yasashni bilmaydigan odam buni tutsa texmi chatoq chiqmamdi. Qaranglar, olima. Daşong, sening narsalarning hammasi osmonga uchib yotadi-ku. Men bulutning ustiga ko'chib ketaman. Sen erishga ketmoqchimi? Osmonga chiqib turish mumkinmi? Boyi Shofu tikuchar aeroplanining tortish kuchining ta'siridan yerga tushib ketdi dedi. Hey, ushdi. O'shaldi. Biroq üstündeki chiqib yumshoq cho'gilmaydiganda, to'xta, ushma deyman. Tortish kuchi bo'lmag'ach shundoq bo'lyotdi. Og'rinsang tortish kuchidan og'rir. Daşong, degina bu zodi qandoq ish? Bo'ladi, xubodak. Sizlarni yangi uyimga boshlab boray. Bek ko'ngillikkan. Hey, Shofu tez chiqar, tez. Menat tikuchar aeroplanim ana. Bek yaxshi bo'ldi. Oy, tutoldi. Osh bulutning ustida. Men o'yini ko'rdim. Shodinda. Men ko'pchilikning cho'qim keladi deb yeydigan narsalarni tayyorlab qo'ydim. Biz bu yerda qanqadak o'ynasak bo'g'idak. Yana texi bulutdan yasalgan ichimlikmi bor?
Gerçi iş qandaq təmi bolmasımı, lekin yaxşıkən. Bu yerga hammamiz yig'ilibdik. Bak yaxshi bo'ldi. Shodingdon, menga ishimni tayyorlab bersan bo'lmamdim. Buningda nima narsani yasug'il bo'ladi? O'zing yasa. Nima? Menga bulut aytyapsan? Ha, to'xtab tur. Mana emisi. Bu qora bulutkan bu. Buningdan yomg'ir yog'digan o'xshaydi. Yana chaqmoq chaqyapti. Chaqmoq chaqadigan bo'ldi. Bexatarlik ko'pchilik tez qo'shinglar. U qo'llab kelyapti. Hamma qop-qorong'i hech narsani ko'rolmadim. Qanday qilsam bo'la? Kim? Mening beshim busgan kim? Shofo, sening tikuchar aeroplaning bu yerda uchib yuriydi-ku, ha? Nima? U hozir mening qo'limda. Nima deyapsan? Undaqda u rost tikuchar ekan-da. Bu qitim yana qanday o'yin chiqib olding? Rost tikucharga usib oldim. Nima? Rost tikucharg'imi? Chaqchaqqimi? Rost tikucharga usishing mumkinmi? Tazimi bir. Opa, chaqchaq qilmadim, rost avotdiman. Men rostli tikucharga usib oldim. Shodingdan menga isbot bo'lib baygina. Bizga taalluq oila. Qandaq, bu uy esilmikan. Biz bu uyni rasm chizgan vaqtida ishlatamiz. Agar tinish muhitda rasm chizmasam, rasmni faqat yaxshizamaydi ekanman. Nima degan chiroyli? Bu uy bek chiroyli ekan. Mening ham shunday bir uyim bo'lgan deyman. Meningmi shu? Undaqda ota-onanglarga danglar, ular sizlarga uy sappasin. Kechiringlar, unutib qolibman. Sizlarning oilanglarning iqtisodiy bunga yor bermaydi. Nimandoq eski? Bu uning nima degani? Emasmi? Qamlashmagan. Uning gapiga ochig'im kelgan bo'lsa, biroq rostli oilamizning sharoiti bunga yor bermaydi. Mayli qandoqli bo'lmasin, men ochundaq uyni solaman. Hargiz shavfuq o'stirib qo'ymayman. U bek eskikan. U vaqtda shundoq deganim bilan biroq bu ish mumkin emasdi. Meningcha yana uni aytingdan yon. Shodingdan, menga yordam qilgin. Men jinshang bilan deyishib qo'ygan o'tinib qolay. Yana boshlading-ku, tozimi bir. Yana leyliqini ishiltayli. Bir tal qeyrindosh, bir qaycha va bir varaq qog'oz tayyor qil. Shodingdan, bu narsa bilan uyni qandoq solamiz? Ha? Sal turib bilib qolasan. Sehrli qog'oz. Bu qandoq narsa? Odatdagi qog'ozkan-ku. Mushuning bilan uy sog'il bo'lamda? Albatta bo'ladi. Bu qog'oz kelgusidagi bolalar uy imoratlarini va qatnash qurollarini yasab o'ynaydigan alaydi qog'oz. Buni nari alaydi? Mundaqcha aytganda, bizga lozimlik narsalarni yasashdan ilgari u odatdagi qog'oz, lekin buning narsalarni yasagandan keyin haqiqiy narsaga aylanadi. Buningga faqat odamning aqli yetmaydi. Buni yasash usuli bek oddiy. Avval qog'ozni tortib chiqarib, qaychi bilan kesimiz. Ondan keyin alohida tomni turg'izsaqla bo'ladi. Qani amsa yasashga boshlig'i. Avval siziqlarni suzib olay. Qara faqaya. Endi bo'ldi. Mushundaq o'lsam to'g'ri bo'ladi ekan. Endi qaychi bilan kesib, qog'ozlarni qurashtirsamla bitadi. Mush yana kesay. Yana bir tarafni kessakli bitadi. Pitay deb qoldi. Shodingdan bo'ldimi? Endi bu qog'ozlarni qurashtirsaqla bo'ladi. Chaplandi. Endi bu eshikni chaplayli. Yana uyning uyg'isimi bor? Bek yaxshi bo'ldi. Oxirgi bek yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. U uyga ko'chib kiraylik. Shodingdan bu ishni senga topshirdim. Men ko'pchilikni chaqirib kelay-a. Doshing, uning rostida amal yo'qdi. Ishlar shundoq bo'ldi. Doshing, sen rostli o'zingga taalluq uydan birini soldingmi? Albatta. Bu mumkinmi? Shafu, nimishqa bundoq deysiz? Jinshang, hech qisi yo'q. Mening uyimga berib ko'rib baqsanglar bilasizlar. Bo'ladi. Biz hozirli berib ko'raylik. Qaranglar, bu mening shaxsiy uyim.
O nime Daşok? Bunu nimeden yasadın? Daşok, bizle aldap sen bu kağızı yasalgan öyken go. Daşın degan yanıl daşın da. Sileydi dep qo'yay. Gerçi bu qog'ozni yasalgan uy bo'lsin, biroq bu rost uy. To'g'ri, rost uy. Bu uyning materialiga sehrli qog'ozni ishlatgan. Bu kelgusida ishlatiladigan qog'oz. Ben işenmeymen. Oy ağırıp gitti. Vay can. Ay! Sileydi degandim-ku, Şodingdan ishlatgan sehrli qog'oz noyda olayda deb. Aslında mundaqkende, Daşok bak yaxşı boptu. Sana yardım berdiğin Şodingdan ba. Ha, to'g'ri. Bo'lmasa, Şodingdan maydonga ko'pchilikka har birimiz bir qavatda o'tira oladigan cho'ng bir bino seppasin. Sizlar chiqandaq, qo'shilamsizlar, ha? Her birimiz bir qavatda o'tiramdik. Bek yaxshi bo'ldik. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Qandoq bo'g'ini? Gayret qilayli. Ostroqa. Az qaldı ya. Yaxşı bo'ldi. Benim arzuyum ahir amalga oshdi. Hemen karar qildim. Men 4-chi qavatda o'tirman. To'xta, 4-chi qavat meniki. Nima deyapsan? Sening o'zingga tayyorlik uying bor tursa, to'simi? 4-chi qavatni men o'tirib pasanga bo'lamdi. Bundaq deganingiz bilan To'xtanglar, 4-chi qavatda o'tirdiganlar 100 yil ijara to'laysizlar. Nima deyapsan? Bak oshirib etdim. Bo'ronchisi, chatoq bo'ldi ko'pchilik. Qog'ozda yozilgan uy beshinlik. Shunga sal kuchli shamol chiqsalar o'rilib ketadi. Nim deyapsan? Acaba og'rib ketdi. Qamlashmagan. Bizni mushunda xatarli uyda o'ltirg'izmoqchimisan? Daşok adımını bir berib qo'ymasan bo'lmag'idak. Şodingdan, sen seni de tapdın, imişte baldırak demeysen. Göremsen, sen bilen karım yok. Şodingdan beni saklap dur. Şodingdan. Daşok to'xta. Yine uladım tayak yedim. İğirlikni tanışıgül. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Bu alem gemisi Andero. Biz hazır atmosfera katımından öttük. Biz hazır eğirlik küçü altıga kirdik. Bey kalsken. Ha? Men boy eğirlik küçü yok halat yemaslışını estaydilik bilen meşgul qilayotgan edim. Nemish qo'nda qilasan? Nemish qo'ni meşgul qilasan? Chunki men cho'ng bo'g'ada cho'qim olam uchquchisi bo'lib, Marsga chiqish vazifasini o'rinlaydigan tursam. Amerikaga boramsan? Marsga chiqamsam, Merkuriyaga chiqaman. Agar u yerga chiqamsam, Yopterdamda, Veneradamda, Saturndamda karim yo'q. Nega bo'lsa chiqaverman. U yana amaliyotga mos kelmaydigan xiyoliy gaplarni qilyotdi. Bo'ldilar. Eğirlik tanışıgüş. Buningda xohlagancha eğirlikni tanışıgil bo'ladi. Avval bu uyning eğirligini yerimini azlatayli. Chatoq bo'ldi, diqqat qilmay uyning eğirligini ishkasi eğirlik o'tdim. Buning eğirligini o'lsa undan 5 kilo qilisam bo'ladi. Bu uydagi narsalarning hammasining eğirligini yerimi azlab ketdi. Rostmi?
Şodindan. Miras mikan, nasla yeniklep kaptı mı? Bo'ldi. Endi eğirlik küçü yok alatga taqshab qo'yay. Hozir bu uyning ichi eğirlik küçü yok alatga kirdi. Endi qanday qilamiz? Taşın unutib qaldingmi? Bu eğirlik küçü yok alat. Ala. Buni barmog'ingga o'rnatib ol. Nemiska o'tni kuchli qilib etsan? Esingda bo'lsin, o'tni bek kuchli qilib etma. Men qara, ha? Bulandikan, buni ishlasang xohlagancha ish qil bo'ladi. Menmi sinab boqay, ha? Asta, 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 asta. Asta, asta. Sen bek yaramazkensen. Qarab tur, ha? Kela, men qilganda qilsang bo'ladi. Tez bo'l, kela. Xuddi laylayotgandek ko'rindikan. Bo'ladi, sinab boqay. Şodindan, yana bo'lmadi-ku. Sana rostla amal yo'qkan. Qo'lingni ber. Bo'ldi, ushtab. Mushundaq ushsan bildingmi? Ozroq bilgandek bo'ldim. O'zing bir sinab boqib. Bo'ldi, bora. Yaxshi, Rasulbek osankan. Yaxshi, endi men bilan yura. To'xta. Mushundaq ushsan. Nima degan rohat. Xudo osmonda uchgandek bo'ldim. Men degan boshliq, ismim Dashoq. Men Shaparam polvon Shodindan. Shodindan, qara, koinot nima degan cheksiz. Bizning go'zal koinot. O güzel seyyare yer şarı buludu. Bu güzel yer şarını ve çeksiz kainatını kim qoğdaydı? Ha? Bizden atirtimizdeki palvonlar. Biz rezil güçler bilen elişip kainatının tinchligini qoğdaymiz. Nimadan baba devirsen men başlık demem sen. Davat sen muşalınga başlık bulmakçıman tehi. Undaq sen qaltisken sende yana tehi. Siz desiş bakayla qinimini tutalam sen ki. Koşma. Belki aslıkçı dikensen. Eski meteorit taşla. Xuddi senin uyandaki cihazlarla o'xshaydi ekan. Shodindan biz dasish baqayli. Qani qaysimiz meteorit taşlarga usmay uchib o'talaydi ekanmiz. Men avval uchay, ha? Ko'rdingmi? Shodindan utirg'iningga tanda kelsan. Sen rastlı bir falaketkensen, obdan qarab tur, ha? Men sana bir ko'rsatib qo'yay. Qandaq? Qandaq? Yomon mikanman Dashoq. Keyningda g'alati maxluq paydo bo'ldi, g'alati maxluq. Shodindan tez qoch. Dashoq, meni qutuldirib ol. Tez kelib meni qutuldirib ol, Dashoq. O'tinib qolaymi Shodindan? Dashoq. Dashoq. Shodindan. Sana ko'p rahmat Dashoq. Shodindan, ilmi yaxshi sana bir ish bo'lmadi. Bek yaxshi bo'ldi. Razil ishlar yo'q qoldi. Kainat tinchlikka erishdi. Yirginishlik ovozi. Dashoq. Haqiqiy ovoz geldi.